ustozimga kattagan rahmat meni o'qitganlar uchun. Ota-onamga katta rahmat, sinfdoshlarimga omad tilayman. Men katta bo'lsam shifokor bo'lmoqchiman. Mening eng yaqin do'stim Odil va Farina xonim. Sinfdoshlarimizga omad tilayman. Men katta bo'lsam shifokor bo'lmoqchiman. Mening eng yaqin do'stim Odil va Madina. Sinfdoshlarimga omad tilayman. Meni yoqtirgan ishim men katta bo'lsam biznesmen bo'laman. Meni yoqtirgan do'stim Abdullayev Abdulla. Men sinfdoshlarimga omad tilab qolaman. Men katta bo'lsam harbiy bo'laman. Meni yaxshi ko'rgan do'stim Abdubaho Abbaka. Sinfdoshlarimga omad tilayman. Hammalarga xayr. Men katta bo'lsam harbiy bo'laman. Mening eng yaqin do'stim Oyatullo. Hammaga xayr. Men Odil va Madina katta bo'lsam mening ismim harbiy bo'laman. Men Mutoyev Mo'minjon, men katta bo'lsam askar bo'laman. Salom, mening ismim Mansurbek. Men bugun meni to'lib o'qitgan Ko'rabayeva Mahliyo Hakimni ustozimga katta rahmat aytmoqchiman. Xayr. Mening ismim Hurmatjonov Muhammad Imronbek. Men katta bo'lsam shifokor bo'laman. Xayr. Mening ismim Muhammad Xo'jayev. Men katta bo'lsam harbiy bo'laman. Men Ruhov boboga katta bo'lsam harbiy bo'laman. To'rt o'qitgan Kalabay va Mahliyo ustozimga kattagan rahmat aytaman. Men Sobirov Sobirjon. Meni to'rt o'qitgan ustozimga rahmat aytaman. Va meni katta qilgan ota-onamga rahmat aytaman. Xayr. Mening ismim Qodirasiz. Katta bo'lsam meni to'lib o'qitgan Kalabay va Mahliyo ustozimga rahmat aytaman va meni katta qilgan ota-onamga rahmat aytaman. Xayr. Men Ibrohim Abubakir. Meni to'lib o'qitgan Mahliyo Hakimga rahmat aytaman va meni o'stirib katta qilgan ota-onam. Men yo'llash faoliyatida katta bo'lsam biznesmen bo'laman. Men Orbek Muhammad Ayub. O'qitganlar uchun kattagan rahmat. Ota-onam katta qilganlik uchun rahmat. Xayr. Mening ismim Atajonov Muhammad Yusuf. Men katta bo'lsam harbiy bo'laman. Xayr. Men Akbar Ali Saidlarim bor. Katta bo'lsam futbolchi bo'laman. Salom. Men futbolchi bo'lmoqchiman. Katta bo'lsam meni o'qitganlar uchun Karabayeva ustozimga rahmat deyman. Xayr. Meni 4 yil mehr bilan bilim bilan boshimni silab o'qitgan Karabayeva Mahliyo Hakimovna ustozimga kattagan rahmat. Men Muhammadjon va Mutazabekam. Meni o'qitgan, bilim bergan Karabayeva Mahliyo ustozimga katta rahmat. Meni oq taraf oq yo'l katta qilgan ota-onamga ham katta rahmat. Xayr. Salom. Men Nazira Muhsinaxon. Meni birinchi sinfdan boshlab 4-sinfgacha o'qitgan ustozlarimga kattagan rahmat va ota-onalarimga rahmat. Xayr. Salom, men Ikrom va Shukronaxon. Birinchi sinfdan 4-sinfgacha o'qitgan ustozlarimga kattagan rahmat va do'stlarimga hech qachon unutmayman. Men Tilavoldiyeva va Oydinor. Birinchi sinfdan 4-sinfgacha o'qitgan Karabayeva Mahliyo ustozimga rahmat aytaman va barcha sinfdoshlarimni unutmayman. Assalomu alaykum. Karabayeva Mahliyo ustozimga uzoq umr
Meni o'qitayotgan ustozimga kattakon rahmat, do'stlarimga rahmat. Mana aziz o'quvchilar, 4-sinf bitirish arafasida turibsizlar. Judayam katta hayajondaman. Sizlar hammalaringni yaxshi ko'raman. Sizlar bilan 4 yil davomida o'qidik, yozdik, o'rgandik, bilim oldilaring. Xudo xolasa 5-sinfga o'tganlaringda shu bilimlaringni oqlab, yaxshi o'qiysizlar degan umiddaman. Bundan buyog'iga hammalaringga zafarlar, omadlar tilab qolaman. Hammalaringni yaxshi ko'raman. Maktabga ilk bor kelganlaringda hammalaring judayam kichkinacha o'quvchilar. Mana ulg'ayib, 4 yil o'qib, katta yigitlar, qizlar bo'lib yetishdilar. Sizlar mana hammalaringni o'zlaring orzu qilgan, niyat qilgan kasblaring bor. Kimdir hunar egallamoqchi, kimdir kasb egallamoqchi. Shu orzu qilgan barcha niyatlaringga tilakdoshman. Ichilaringda kimdir shifokor bo'lmoqchi, kimdir o'qituvchi, kimdir uchuvchi, kimdir prokuror, kimdir hokim. Qaysi kasbni egallashlaringdan qat'iy nazar, shu kasbda, shu hunarda muvaffaq ustasi bo'lib ishlaringni tilakdoshman. Xudo xohlasa sizlardan yaxshi insonlar, O'zbekistonimiz uchun, yurtimiz uchun xizmat qiladigan, vatan uchun jonini fido qiladigan yetuk insonlar bo'lib yetishasizlar degan umiddaman. Hammalaringga omad va zafarlar.